Assalomu alaykum. Bugun birinchi darsimizni boshlaymiz. Men bu yerda qo'ziqorinli korzinka to'qishni o'rgataman. Buning uchun mana bunaqa to'rtburchak faner tanlab oldim, chunki hammada ham men tanlagan oval faner yo'q. Shu uchun ham bunaqa to'rtburchak fanerni hamma joydan topib bo'lgani uchun shu fanerdan foydalanaman. Buning uchun menga mana bunaqa yashil trikotajli ip kerak bo'ladi. Mana bunaqa korishneviy ip, keyin qizil bordoviy ip, keyin yana bitta ip kerak bo'ladi. U ochroq yoki oq yoki bejviy shunga o'xshash ipdan foydalansalaring bo'ladi. Endi birinchi qatorini men hozir to'qib olaman. Oltilik burchak. Ishimizni boshlaymiz. Birinchi qatorini bir qavatdan to'qiyman. Tepaga ko'targandan keyin mana halqa qilib oldik. Endi mana shunaqa qilib qatorni oxirigacha bir xil ko'rinishda to'qib ketamiz. Bu yerda mana bu korzinka to'rtburchak bo'lgani uchun men qo'shimcha hozir mana bu yerda ko'paytirish qilmayman, faqat mana bu oxirigisida ikkita ko'paytirish qilaman. Mana bu yergacha to'qib olasizlar o'zlaring mustaqil, oson mana shunaqa ko'rinishda. Bittadan kirib chiqamiz oxirigacha. Oxiriga kelganda yana ko'rsatib beraman. Oxirigacha bir xil to'qib keldim. Endi kiramiz. Ko'taramiz. Bitta kirgizamiz, yana bitta kirgizamiz. Agar iplaring qalin bo'lsa, bitta o'zini kirgizib ketsalaring bo'ladi, lekin burchakka обязательно yoki ikkita yoki uchta kirgizsalaring yaxshiroq. Endi yana ham iplaringning qalinligiga qaraysizlar. Menda ip o'rtacha, ham ikki qavat qilaman, shu uchun ikkita kirgizdim. Ingichkaroq bo'lganda uchta kirgizsa ham bo'ladi. Hozir mana burilish joyi ikkita kiritildi. Qolgan joyi hammasi bir xil to'qiladi, bittalik. Mana shu birinchi qatorini yaxshi hammasini to'liq to'qib olsalaring, chiroyli qilib, tepa qatorlarida keyin qiynalmaysizlar. Chunki mana shu birinchi qatori основной qator hisoblanadi. Shuning uchun birinchi qatorini adashmasdan to'g'ri qilib to'qiganlaring yaxshi. Galochkani ko'tarayotganda ham mana bu yerdan bir xil qilib olinglar qizlar. Mana shuncha ko'tardilaring, mana bu bilan bir xil tursin. Endi bitta chiqarib olasizlar. Hozir bitta bu burchagini ham ko'rsatib beraman. Keyin oxirigacha to'qib olaman. Sizlar ham oddiy o'zgarishsiz faqat burchaklarida ikkitadan qilib, qolgan joylarini bittadan qilib to'qib olasizlar. Oxiriga keldik. Endi bunga yana ikkita kirgizib ketamiz. Ikkita kirgizdim qizlar, mana. Ikkita kirgizdim, bir xil bo'ldi. Faqat mana shu 4 ta burchagida ikkitadan kirgiziladi. Qolgan hamma joyi bir xil. Hozir mana bu yergacha to'qib kelamanki, ulanish joyini ko'rsatib beraman. O'zlaring mustaqil to'qib olasizlar beqachon. Mana bu yerga ham ikkita kirgizib oldim. Endi davom etaman, ikkita to'qiyman, keyin ulanish joyini ko'rsatib beraman. Ulatdik, endi ulaymiz. Mana bu yerga ko'tarib. Mana shu yerda ustagan bo'ladi. O'sib qatorni tugatish uchun mana bu yerdan ichkari tarafdan kirgizamiz, mana bu yerdan. Buni chiqaramiz. Keyin mana buni mana bu yerdan orqa tarafda do'ngligini ichidan kirgizib, bu yerdan chiqaramiz. Endi mana bu yerdan mana bu obodib
ovutib, tepaga qaratib chiqaramiz ipni. Keyingi qatorlarida biz yoshirib ketsak bo'ladi. Ipni olamizda tepaga qaratib chiqaramiz. Buni keyingi qatorlarda yoshirib ketamiz. Mana bu yerga, bu tarafga chiqarib olamiz, mana bu tarafga. Chunki bu taraf ichki taraf hisoblanadi, mana. Bu tarafga chiqarib oldik. Endi mana bu yerini obvязка qilsak bo'ladi. Mana bu yeri qaranglar, mana. Bir xil ulandi. Hech qayerda o'zgarish yo'q. Endi ichki tarafdan ham obvязка qilsak bo'ladi. Mana bu tarafini. Ichkariroq kurchoq oldim, chunki mana bu yeri kirmay qolishi mumkin bu kurchoqda. Hozir obvязка qilib boshlaymiz. Mana bironta o'rtarog'idan olib, ipni olamiz, kirgizib olamiz. Halqa qilib kirgizib olib, endi qaranglar. Mana halqa bo'ldi. Endi oldidagiga kirgizamiz. Chiqaramiz. Yana oldidagiga kirgizamiz. Ipni ko'tarib olib chiqamiz bu yerga. Tortamiz. Oxirdagisiga ham kiramiz. Bitta chiqarib endi shu qiyshiq burchakka kunim qoldi. Mana bu yerdan kirgizib chiqaramiz. Tortamiz. Endi yana oldidagiga kirgizib, xuddi shunday qilib davom etamiz. Hammasiga xuddi shunaqa qilib kirgizib chiqamiz. Mana bunday xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qib kelamiz. Mana bu yerda ulashni ko'rsatib beraman. Qizlar, mana. Keyin tortamiz buni. Mana bu tarafdan, tepa tarafidan olamiz. Buni o'tkazamiz. Yana mana buni qaytarib xuddi shuni ichiga kirgizamiz. Kirgizib oldim. Endi mana bu tagidagi nimaga kirgizamiz. Tagidagi teshikka kirgizamiz buni. Ochiq joyini yopish uchun. Buni mana bu tarafdagisini ichkariga kirgizamiz. Mana bu. Mana buni ichidan kirgizamizda, mana buni tepaga olib chiqamiz. Mana. Hammasi bir xil bo'ldi. Endi mana buni ham tepa qatoriga olib o'tib, keyin ichkariga kirgizib yuboramiz. Bu tarafdagida qoladi, o'zi tepa qatoriga chiqdi. Mana buni ham tepaga olib kirib ketamiz. Mana bu tagi bo'ladi. Bunisi esa tepasi bo'ladi. Mana. Asosi bitta. Endi to'qish uchun yana ichki tarafdan obvязка qilamiz. Kattaroq kurchoq olaman. Men 7 lik oldim. 6 lik olsalaring ham bir chekkadan boshlab ichki tarafdan ham obvязка qilamiz qatorni ko'tarishimiz uchun. Obvязка qilib ketaveramiz. Qulayroq qo'yib oldim sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Mana shunaqa qilib qatorda oxirigacha obvязка qilib ketamiz. Xuddi shunday oxirigacha to'qib olamiz. Ulanishini ko'rsatib beraman. Oxiriga yetib keldim.
oxirgi yeri har doim usib. Galochkani ustidan kiramiz. Buni kirgizamiz. Bu tarafdan endi bitta tepaga yopib o'tamiz. Chunki ichki taraf bu bo'ladi. To'qayotganimizda kirgizib yuboramiz. Mana bu nimani ham bu tarafga olib o'tamiz. Endi iplarni yo'q joydan boshlaymiz, chunki bitta joyga qalin bo'lib qirib qolmasligi uchun bug'doyni ichidan kirib oldim. Shunday bug'doyni ichidan kiramiz. Mana bu ipni bu tarafga olib, aylantirib galochka qilib chiqamiz. Endi yana xuddi shunga kiramiz. Oldidagi ko'taramiz. Bu tarafdan tortamiz. Xuddi shunday yondan kirib, galochka qilib ko'tarib tortamiz. Endi ikki qavatdan to'qiyapman, chunki baribir mustahkam bo'lishi uchun. Aylantirib, shunaqa ikki qavatdan to'qib chiqamiz. Ora-orada agar ingichka qalin kelsa, tortib qo'ysalaring bo'ladi. Men ipim bir xil kesilgan, shuning uchun tortmani tortib to'qsalaring ham bo'ladi. Bir xil keladi. Mana. O'z burchagini ham ko'rsatib beray, keyin oxirigacha o'zlaring mustaqil to'qiysizlar, xuddi shunaqa uzorda. Hozir buni to'qiymiz.